Bu sumka Xitoyda qilingan. Unda qanday qilib lyuks brendlar Italiyada qilingan deyishadi. Bu noqonuniy emasmi? Yo'q. Yevropa qonuniga ko'ra, agar Italiyada oxirgi marta katta o'zgarish bo'lgan bo'lsa, men Italiyada chiqqan deb aytishim mumkin. Bu sumkani men Xitoydan import qildim. U menga $20 ga tushdi. Endi men shu molniyani Italiyada tikaman. Bu sumka qonuniy jihatdan oxirgi katta o'zgarish bo'lgani uchun to'satdan Made in Italy bo'ldi. Va men uni sizga $2000 ga sotaman. Chunki sizni xayolingizda Prosecco ichayotgan italiyalik hunarmandlar buni qo'lda yasagan. Qizig'i shundaki, xitoylik hunarmandlar endi Italiya va yevropaliklarga qaraganda ancha mahoratli. Lekin ular Prosecco ichishmaydilar. Aytgancha, bu video ham Italiyada ishlanmagan. Sizni aldash juda oson.